Faqat yomon niyatda ishlatmayman deb va'da bersangiz, Samsung telefonida bildirimga yozadigan suhbat diktofonini yoqishda o'rgatib qo'yaman. Tanishlaringizga ham jo'natib yurmang. Tanishlaringiz hammasi sizning ovozingizga yozib yurishadi va bizga obuna bo'lib yurmang, chunki biz shunaqa ko'pchilik bilmaydigan telefon funksiyalarini va sir sinoatlarini o'rgatib yuramiz hammaga. Telefoningizdan to'liq 100% foydalanadigan bo'lib ketib qolasiz. Agar kompyuter ishlatishni bilmasangiz yoki telefonni rejim razraботchik degan joylarni yoqishni bilmasangiz, bu ishni qilmaganingiz ma'qul. Servisimizga olib kelsangiz, ustalarimiz 5-10 minutda yoqib beradi. Hech qanaqa ma'lumotlaringizga, telefoningizga xavfsiz yoqtirib olasiz. Rejim razraботchik, ya'ni ishlab chiqaruvchi opsiyasini yoqqandan keyin USB orqali nosozlik aniqlashni yoqamiz. Mana USB ni ulab, mana bu yerdan telefonni fayl uzatish rejimiga o'tkazamiz. Telegram kanalimizdan mana bu programmani o'rnatamiz. Samfirma Tool programmasi ochiladi. Bizdan ruxsat beraymi telefonga deyapti. Doimo ruxsat berishni yoqamiz. MTP degan ustunga o'tib turib, change CSC qilamiz. Mana bu chiqqan oynachada hop eslab qolamiz yoki YJI deb yozamiz va mana bu yonida change deb bosamiz. Telefon o'chib yonadi. Shu bilan tayyor, hamma yo'q. Keyin telefon funksiyasining parametrlarida qo'ng'iroqlarni yozib olish opsiyasi paydo bo'ladi. Buni tepadagini yoqib qo'yamiz, avtomat yozaveradi shuni. Bu videoga like bosib yurmang, chunki chipyon diktofon hamma bilib oladi.